Do'stlar, men sizlar bilan Salom Minecraft. Bugun biza Nutning uyiga kiramiz. Uxlab olishimiz kerak. Bular bizga kerak. Bular tashlab yuboramiz. Endi daraxt eshik ochish uchun daraxt bo'ldi. Bu ham yaxshi o'ylabdi, aqlli bo'lib ketibdi yani. Do'stlar, verstak yasab olamiz. Bundan keyin kiramiz. Menimcha tushundim bularni. Kiramiz. Hozir bu 2 1 2 3 5 ta blok kerak. 1 2 yarqatib qo'ymaydi. Keyin esa buni uchinchisi buyuk temir ekan. Bu to'rtinchisi buyuk temir. Endi nari tomonga o'tamiz. Qo'yamiz. Yo'q do'stlar, olib ketdik. Yo'q. U yerda skelet bor. Yo'q, o'lmasligimiz kerak. Yo'q do'stlar, o'lib ketdik. Boshqatdan boshlaymiz. Biz chekmaymiz. Boshlayveramiz. Bizga farqi yo'q. O'lib ketdik do'stlar. Bitta daraxt olsak bo'ldi. Bitta taxta bu yerga qo'yamiz. Kerakani top. Qaysi sandiqda bo'lishi mumkin? Yo'q, hech qaysi burada yo'q. Topdik. Menimcha buni buzish kerak. Bu yerda nima bor? Kalatni bosdik. Top kelish kerak. Yana orqaga qaytamiz. Voy, endi qanday chiqadi? Qo'limda kirika bor edi. Bunaqa bor. O'tirib qo'yamiz. Chiqdik. Bo'ldi, keldik. Bo'ldi. Shunga shunchalik nima ham bo'lardi? Uncha ko'p narsa yo'q. Bo'pti, olib qo'yaveramiz. Kerak bo'ladi.